Ortda maktabdagi parta, qo'lingda dunyo karta. Orzuni eslab har tong $1,000,000 startup, $1,000,000lik g'oya, $1,000,000lik plan. Noldan maksimumgacha kelajak sari harakat IT soha bilan. Kechaga kunda qoladigan hamma gap so'zlar qolsin ishoma kafolatiga. Qaragin dunyo holatiga, tanla ko'p yillar sen bilan bo'ladigan hunar. Eng qimmat narsa ideya, hech nima qolmaganda ham qolar g'oya. O'zing o'ylagan startapga ishon, 100 talik temaga bo'ladi sarmoya. Zamonga qarab kerakli yo'nalish tanlash kerak har doim. Haychi bugungi kunda kelajak, yangi g'oyalar joyi, kundan kunga u borar boyib yetar. Kerak emas senga hech qanaqa motivatsiya, sen o'zi tayyor. Bir umrlik g'oyani amalga oshir, qo'lingda hayot. Raqamli texnologiya davri, IT hamma sohani oldi qamrab. Ish ko'proq aqlda, qo'lda kamroq, har bitta yo'nalishda bo'ldi hamroh. O'zgarishlar kiritadi, optimizatsiya, yechimlar topilar. Bu yangi g'oyalar ko'plab eski kasalliklarga davo bo'lar. Muammolarga IT yechimlar top, har sohada qiladigan ishlar ko'p. Har bir ish zamonga moslashishi darkor. Buni qiladigan yosh kuchlar ko'p. Top yangicha ideyalar, g'oya, President Tech Awards'da qatnash. Startaplarga million sarmoya, izlanishni to'xtatma. Vaqt keldi nihoya, umr o'tmasin zoya. Kerak keng zo'r g'oya, startup sarmoya. Muammolarga yechim bo'ladigan millionli ideya. Yarating zo'r g'oya, qo'lga kirit sarmoya. Vaqt keldi nihoya, umr o'tmasin zoya. Kerak keng zo'r g'oya, startup sarmoya. Muammolarga yechim bo'ladigan millionli ideya. Yarating zo'r g'oya, qo'lga kirit sarmoya.